oxirgi 2 kunning ichida bu ikkita modelni bir-biriga taqqoslab, to'g'risi tanlovda adashib ketdim. Bittasi menga ko'proq ishonishadi desa, ikkinchisi men raqobatga tayyorman, menda qulayliklar ko'proq deyapti. Umuman olganda tanlovni baribir hal qiladi. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan mana shu ikkita modelni boricha ochiq-oydin ko'rsatib beraman va eng asosiy tanlovni baribir oxirida sizlarga qoldiraman. Sizlar bilan Mahmud Sobirov va MGZS modeli. Ketdik, поехали. Let's go. MG haqida nimani bilamiz? 1924-yilda britaniyalik sobiq veloinjener William Morris kompaniyaga asos solgan. Ushbu brendning logotipidagi MG harflari esa Morris Garage so'zini anglatadi. Avvallari ushbu kompaniya faqatgina sport uchun mo'ljallangan avtomobillarni ishlab chiqargan. Bugungi kunga kelib, ushbu kompaniya xitoyliklarga o'tib ketgandan keyin oilaviy, shahar uchun mo'ljallangan va sportga yo'naltirilgan avtomobillarni ham ishlab chiqarmoqda. Bu brendning O'zbekistonga kirib kelganiga unchalik ham ko'p vaqt bo'lmadi. Hozirgi kunda O'zbekistondagi MGning rasmiy dilerlari H7, HS, Cyberster va mana bu qahramonimiz ZS modelini rasmiy kafolat bilan sotishmoqda. Nega aynan Chevrolet Tracker va MG ZS? Aslini olganda bu raqobatga Kia Sonetni ham qo'shish kerak. Chunki O'zbekistonda mashina olinayotganda birinchi o'rinda beriladigan savol bu uni narxi. Nech pul bo'lyapti aka? Pullar nech pul? Nech pul ekanmi? Nech pul so'raysiz aka? Nech pul bo'lyapti aka? Nech pul xudo? Uchala avtomobilimizni ham O'zbekistonda sotiladigan narxi deyarli bir xil. Shuning uchun ham kelinglar, men sizlarga mashinalarni bitta-bitta gapirib beraman. Sizlar bo'lsa qaysi birini tanlashni izohlarda yozib qoldirasizlar. ZS ning kapotini ostida 1 litr hajmga ega bo'lgan turbo dvigatel o'rnatilgan 111 ta ot kuchi. Avtomobilimiz 100 kilometrga aralash siklda o'rtacha 7 litr yoqilg'i xarajat qiladi. Haytgancha bu yerda turbina o'rnatilgani uchun ham eng kamida i95 benzini va undan yuqorisini qo'yish kerak. Avtomobilda 17-o'lchamdagi diskalar o'rnatilgan. Old va orqa tormozlari diskli, undan tashqari old tarafda McPherson, orqada esa balka o'rnatilgan. Trackerdagi agregat sal kuchliroq. 1.2 litr hajmga ega bo'lgan turbinali dvigatel, 134 ta ot kuchi. Avtomobil aralash siklda 100 kilometrga o'rtacha 6-6,5 litr yoqilg'i xarajat qiladi. To'g'risini aytaman, tortish bo'yicha Tracker MG ZS dan sal kuchliroq. Afsuski Kia Sonet turbinasiz qolib ketgan. 1,5 litrli Atmo dvigatel. Shunga qaramasdan 115 ta ot kuchi bilan o'tgan safarga poygamizda u Trackerdan oldinga o'tib ketdi. Bevosita ZS modeliga qaytadigan bo'lsak, avtomobil kompakt crossover kuzovida, oilaviy va shahar uchun mo'ljallangan. Salonga o'tirgan haydovchi raqobatchilari Kia Sonet va Trackerga nisbatan sifatliroq va ko'proq qulaylikka ega bo'lgan avtomobilga o'tirgandek his qiladi. Boshqaruv bo'yicha taxminan 1 yildan sal oshiqroq vaqt Trackerni men shaxsan o'zim haydab yurganman, adammi mashinalarni. Bu avtomobilning rul boshqaruvi Trackernikidan ancha yumshoqroq. Ya'ni Trackerda sobrini, yig'ilgan, o'zini ushlab turgan rul boshqaruvi bo'lsa, bunda sal yengillikni his qilasiz. Bu narsa shaharda ko'p yurishga qulaylik yaratadi, lekin burilishlarga kirayotganingizda menimcha Tracker o'zini yaxshiroq his qiladi. Podveskasi bo'yicha orqada balka o'rnatilganiga qaramasdan Trackerdan sal yumshoqroq yuribdi. Sonet bo'yicha sal shubhali, taxminan Sonet bilan deyarli bir xil. Hozirgi kunda avtomobilda uzoq sayohatlarga chiqish juda ham trend bo'lib ketdi. Oilaviy yoki o'rtoqlar bilan yig'ilib ko'pchilik uzoq masofaga sayohatga chiqishyapti va bunda eng yaxshi avtomobil tanlovi birinchi o'rinda turadi. Agarda siz Trackerda uzoq masofaga sayohatga chiqsangiz, mashina borib keladi, chunki buni adam tekshirib ko'rganlar, Gruziyaga sayohat qilib kelganlar. Lekin mashina O'zbekistonga yetib kelgandan keyin injektor kuyib yurmay shundoq o'chib qolgan. Bu muammolarni o'tgan videoda ham gapirib berganman. ZS da o'ylashim bo'yicha salonda qulaylik juda ham yaxshi bo'ladi. Endi buni uzoq masofaga albatta bir tekshirib ko'rish kerak, qaysidir joyga borib dam olishga chiqib ko'rish kerak. Agarda sizlarga bu video qiziq bo'lsa, albatta izohlarda plus qoldiringlar. Bu modelda qayergadir sayohatga borib kelamiz. Kia Sonetda uzoq masofaga haydab tekshirib ko'rmaganman, lekin 3 kunlik testimning ichida shuni sezganmanki, qulayliklari Tracker bilan deyarli bir xil, tortishi yaxshiroq faqatgina. To'g'risini aytsam, uchala modellar ichida MG ZS ning saloni ancha yoqimliroq. Qaysidir jihatdan uni sportga aloqasi ham bor deb o'ylaysiz. Karbon imitatsiyasi, salondagi qizil rangli hoshiyalar, MG ning qizil rangli logotipi, lekin bu yerda sport haqida umuman gap bo'lishi mumkin emas. Umuman olganda saloni ancha sifatliroq ishlangan. Old panel yumshoq materialdan ishlangan, markazda esa bahaybat displey o'rnatilgan. Trackerda bu displey ancha kichikroq. Undan tashqari
avtomobilning uskunalar paneli raqamli, ruli ham ajoyib ishlangan, multi-rul, barcha boshqaruv tugmachalari mavjud. Yana bitta yoqqan narsasi bu yerdagi kruiz nazorat tizimi Mercedeslarga o'xshab rulning orqasidagi tutqichga o'rnatilgan. Deflektorlarga esa alohida izohlarda baho berib ketinglar. Salon sun'iy charm bilan qoplangan, qattiq plastik elementlarni ham uchratamiz. Ko'rib turganinglardek bu yerda lyuk o'rnatilmagan. Shuning uchun ham Trackerni aynan LTZ komplektatsiyasini taqqoslash uchun olib kelganmiz. Lekin agarda LTZ komplektatsiyasi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu yerda o'rindiqlar isitish tizimiga ega va elektr privodda sozlanadi. Orqa salon Tracker va Sonet'ga nisbatan ancha kengroq. Bemalol oyog'ingizni cho'zib o'tirishingiz mumkin, lekin o'rtadagi tonel borligi uchun ham menimcha 3 ta odam sal siqilib qoladi. Shunga qaramasdan tomi ancha baland. Meni bo'yim 1.84, bemalol tekis o'tirganimda ham boshim tomga tegib qolmaydi. O'rindiqlari anchagina yumshoq, qulayliklardan faqatgina USB Type A dan 2 ta razyon mavjud. Bu telefonni quvvatlash uchun. Menga to'g'risini aytsam, tirsak qo'yish uchun joy yetishmayapti. Agarda bu yoqda 2 ta odam o'tirib ketadigan bo'lsa, stakanlarni yoki biror narsalarni qo'yib qo'yish uchun albatta tirsakga ostiga joy o'rnatib qo'yish kerak. Boya aytganimdek, bu yerda 1 litr hajmga ega bo'lgan turbo dvigatel o'rnatilgan. Bu yerdagi dvigatel bunaqa tez bosib yurishga emas, shahar ichida kam xarajat qilib ishlangan. Shuning uchun ham katta trassalar ichib qolib, birovlardan o'tib ketaman deb bosib yurmaylar. Uzoq masofaga ketayotganinglarda men o'zim trassalarda ham tekshirib ko'rdim, tortish yaxshi, yomon emas. Obzorность, ya'ni haydovchini yo'lni ko'rishi yaxshi darajada. Taxminan 10 dan 8 ball baho bersak bo'ladi. Old tarafdagi ikkita stoyka sal kengroq bo'lgani uchun ham qanaqadir ko'rinmas maydon hosil bo'lgan, lekin bu yerda ko'rinmas maydon datchiklari ham o'rnatilgan. Qulayliklardan ushbu avtomobilda AvtoHold va Start Stop tizimlari o'rnatilgan. Bilmaydiganlar uchun AvtoHold bu svetoforlarda to'xtaganinglarda tormoz pedalini bir marta bosasizlar va mashina o'zini ushlab turadi. Start Stop tizimi esa svetoforda to'xtaganingizda dvigatel yoqilg'i xarajatini kamaytirish uchun o'zini o'chiradi va gaz pedalini bosganingizdan keyin dvigatel qayta ishga tushib, harakatda davom ettirsangiz bo'ladi. Undan tashqari yana bitta qiziq narsa, bu yerda tepaliklardan tushish uchun yordam beradigan tizim ham o'rnatilgan ekan. Ya'ni siz tormozni o'zingiz regulirovka qilishingiz shart emas, shunchaki bu tizimni ishga tushirib qo'yganingizdan keyin tepalikdan tushayotganingizda avtomobil o'zini sekin-sekin to'xtatib tushishingizga yordam beradi. Xavfsizlik borasida avtomobilning salonida 5 ta xavfsizlik yostiqchasi o'rnatilgan. Qulayliklardan yana bitta narsani ta'kidlab o'taman, ushbu avtomobilda nafaqat orqa ko'rinish kamerasi, balki 360 darajadagi kamera ham mavjud. Sifati to'g'risi o'rtacha, zo'r emas, lekin $18,500 ga raqobatchilarning ichida siz bunaqa opsiyani ola olmaysiz. Bu avtomobilda bu narsa bor. Oxirgi paytlarda juda ham ko'p Xitoy elektromobillarini test drive qilib ko'rdik. To'g'ri, ularda juda ham ko'p qulayliklar bor. Tortishi zo'r, haydovchiga va yo'lovchilarga kerakli hamma narsalar bor. Puliga va modeliga qarab. Lekin ko'pchilikning fikrini aytaman va qisman bu narsaga qo'shilaman. Agarda sizga uzoq masofaga yuradigan mashina kerak bo'lsa, baribir yoki gibrid yoki benzinli mashina olish kerak. Chunki agarda qo'shni davlatlarga yo uzoqroq joyga dam olishga boraman desangiz, hamma yoqda ham elektr stansiyalari mavjud emas. Benzinli mashina baribir boshqacha. Ularning qanaqadir yuragi bor, ovozi chiqib turadi. Tezligingiz oshib ketganda ham dvigatellar ovozi sizga o'zingizni ushlab turishingizga qaysidir jihatdan yordam berishi mumkin. Chunki elektromobillarda o'zingizlar bilasizlar, gaz pedalini oxirigacha bossanglar, ovozi yo'q, shunchaki sizlarni yopishtirib qo'yib, o'zi oldinga ketib qoladi. Benzinli dvigatellarda baribir qanaqadir odam o'zini boshqacharoq his qiladi. O'rtoqlar, bugun sizlarga Kia Sonet, Chevrolet Tracker va yangi MG ZS modelini to'liq ko'rsatib berishga harakat qildim. Mashinani tanlovi endi sizlarga qoladi. Qaysi biri ko'proq yoqdi? Sifati, kuzovi, ko'rinishi, salondagi qulayliklari. Bularni albatta izohlarda yozib ketinglar, chunki keyingi safar qaysi modellarning qiziqroq bo'lishini bilib olaman va sizlarga bundan ham yaxshiroq mashinalarni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Sizlar bilan har doimgidek Mahmud Sobirov bo'ldi. Aytgancha, keyingi safar qaysi avtomobilda to'liq test drive'ni olamiz? Bu narsani ham albatta yozib ketinglar.